Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Ben-Gvir ultimatum berdi. Netanyahu aldasa hokimiyatni ag'daraman. Rossiya o'tmish emas, kelajak. Mirziyoyevning keskin bayonoti Dushanbeda portladi. O'zini Shoyguning jiyani sifatida tanishtirgan o'zbek ayolining otasi politsiyachi bo'lib chiqdi. Washingtondan Moskvaga ultimatum. Trampning so'zlari dunyo bozorlarini titratdi. Trampning tinchlik rejasi ortidagi sir: G'azo endi Amerika nazoratidami? Putinning yangi strategiyasi: Tolibon orqali terrorizmni to'xtatish yoki boshqarish. Tramp dog'da qoldi. Tinchlik bo'yicha Nobel venesuelalik ayolga nasib etdi. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Siz O'zbekistonga pul yuborishga ortiqcha foizlar yoki kurs pastligidan charchadingizmi? Unda sizlarga eng zo'r kursda yuborish imkonini beradigan Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali yaqinlaringizga nafaqat dollar, balki Uzcard va Humo kartalariga ham so'm yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market hamda App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yuboring. Ben-Gvir ultimatum berdi. Netanyahu aldasa hokimiyatni ag'daraman. Isroilning o'ta o'ng siyosatchi, milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir bosh vazir Benyamin Netanyahu hukumatini ag'darish bilan tahdid qildi. Uning fikricha, Hamas G'azoda qolmasligi lozim. Bu haqda Anadolu xabar berdi. Ben-Gvirning ijtimoiy tarmoqlarda yozishicha, u garovdagilarning ozod qilinishidan mamnun bo'lgan, ammo umrining oxirigacha qamalgan 250 nafar falastinlik mahbusni ozod qilishni qabul qilib bo'lmaydi. Biz bu kelishuvni qo'llab-quvvatlaymiz. Yahudiy kuchi partiyasi hukumat yig'ilishida bunga qarshi chiqadi, degan u. Ben-Gvirning aytishicha, asosiy maqsad Hamas rahbariyatini yo'q qilish. Ben-Gvir shuningdek Netanyahu unga bu borada va'da berganini bildirgan. Bizni aldashlariga yo'l qo'ymaymiz. Agar Hamas rahbariyati hokimiyatni saqlab qolsa, Yahudiy kuchi partiyasi hukumatni tark etadi, deya qo'shimcha qilgan u. Channel 14 kanalining xabar berishicha, G'azo bo'yicha sulh masalasi muhokama qilingan yig'ilishdan so'ng kengaytirilgan yig'ilish kechiktirilgan. Ushbu kechikishga sabab Netanyahu kechqurun AQShning Yaqin Sharq bo'yicha vakili Steve Witkoff hamda Trampning kuyovi Jared Kushner bilan uchrashgani bo'lgan. Ular 9-oktyabr kuni Isroilga tashrif buyurgan edi. Rossiya o'tmish emas, kelajak. Mirziyoyevning keskin bayonoti Dushanbeda portladi. Rossiya biz uchun muhim ustuvor strategik sherik va ittifoqchi bo'lib kelgan, hozir ham shunday va kelgusida ham shunday bo'lib qoladi, deya ma'lum qildi O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Dushanbedagi Markaziy Osiyo Rossiya formatidagi 2-sammitida so'zlagan nutqida. Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Markaziy Osiyo bilan keng ko'lamli strategik sheriklikni rivojlantirishning qat'iy tarafdori bo'lib kelayotgani uchun samimiy tashakkur izhor etdi. Qayd etilishicha, Rossiya rahbarining mintaqa bilan ittifoqchilik munosabatlari va ko'p qirrali hamkorlikni mustahkamlash masalasidagi doimiy qo'llab-quvvatlashi va shaxsiy e'tiborini O'zbekiston doimo his etib kelgan va qadrlaydi. Rossiya biz uchun muhim ustuvor strategik sherik va ittifoqchi bo'lib kelgan. Hozir ham shunday va kelgusida ham shunday bo'lib qolishini ta'kidlayman. Umumiy tarix, ko'p asrlik aloqalar, xalqlarimizning madaniy va dunyoqarash jihatdan yaqinligi, mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stona va ishonchli munosabatlar bunday hamkorlikning mustahkam va o'zgarmas asosi hisoblanadi, dedi O'zbekiston yetakchisi. Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, shu bilan birga siyosiy ziddiyatlar va jahon iqtisodiyotida inqiroz holatlari kuchayib borayotgani, yangi xavf va tahdidlar mintaqada barqarorlikni ta'minlash yo'lida format doirasida yanada yaqin muvofiqlashtirish va hamkorlikni talab etmoqda. Biz mintaqamizning Rossiya bilan iqtisodiy sherikligini tubdan kengaytirishdan manfaatdormiz. Buni birgalikdagi faoliyatimizning asosiy yo'nalishi deb hisoblaymiz, dedi O'zbekiston rahbari. O'zini Shoyguning jiyani sifatida tanishtirgan o'zbek ayolining otasi politsiyachi bo'lib chiqdi. O'zbekistonlik ayol o'zini Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibi Sergey Shoyguning qarindoshi sifatida tanishtirib, moskvaliklarni 100 millionlab rublga chuv tushirgan. Mazkur ayolning otasi aslida sobiq politsiya xodimi ekani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Marsh Telegram kanali xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 63 yoshli Tohirjon Usmonov O'zbekistonda soliq to'lashdan bo'yin tovlash, tovar belgilaridan noqonuniy foydalanish, firibgarlik va pul qalbakilashtirishda ayblangan. U 24-yilda oilasi bilan Moskvaga qochib ketib, familiyasini o'zgartirgan. Yuqoridagi kabi jinoyatlar uchun unga 20 yildan ortiq qamoq jazosi tahdid solgan. Usmonov qizi ulg'aygach, unga firibgarlarning psixologik usullarini o'rgatgan va familiyasini o'zgartirishni tavsiya qilgan, deyiladi xabarda.
Shu tariqa ota va qiz Shoygu familiyasini olgan, qiz omma oldida o'zini generalning qarindoshi deb tanishtirgan, o'z birjasi haqida gapiradigan va sarmoya kiritishni taklif qilgan. Advokat Said Yarahmedovning aniqlik kiritishicha, odamlar shov-shuvli ismga ishonib firibgarga 200 million rubldan ortiq pul bergan. Prostatit, ikkilamchi, bepushtlik, tez-tez peshob tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. 5-kunda natijasini sezasiz. Batafsil ma'lumot uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Washingtondan Moskvaga ultimatum. Trampning so'zlari dunyo bozorlarini titratdi. AQSh prezidenti Donald Tramp ikki tomonlama munosabatlar va muzokaralar strategiyasi doirasida Rossiyaga yanada qat'iy bosim o'tkazishni e'lon qildi. Uning fikricha, Ukrainada tinchlik yo'liga o'tish uchun Moskvaga diplomatik va iqtisodiy choralar orqali bosim o'tkazilmas ekan, kelishuvga erishish juda qiyin. Trampning bu bayonoti avgust oyidagi Putin bilan muzokaralardan so'ng kelgan navbatdagi qadam bo'lib, Kreml muzokaralar impulsining susayganini aytgan. Shu bois Washington Ukraina tomoni bilan hamkorlikda sanksiyalar, diplomatik izolyatsiya va strategiyani birlashtirish yo'lida harakat qilishni mo'ljallamoqda. Ukraina rahbariyati esa Trampni Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib, Amerika siyosatini Rossiyaga nisbatan qat'iyatli bo'lishga chaqirmoqda. Xalqaro ekspertlar orasida esa Trampning yo'lini samarali deb baholovchilar ham, bu siyosat ehtimolda geosiyosiy muammolarni murakkablashtirib yuborishi mumkin deganlar ham mavjud. Trampning tinchlik rejasi ortidagi sir: G'azo endi Amerika nazoratidami? AQSh G'azoda o't ochishni to'xtatish uchun Yaqin Sharqqa 200 nafar harbiy joylashtiradi. Bu haqda NBC News xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, AQSh Isroil va Hamas o'rtasida erishilgan o't ochishni to'xtatish hamda garovdagilarni ozod qilish bo'yicha kelishuv ijrosini nazorat qilish maqsadida maxsus muvofiqlashtirish markazini ochadi. Muvofiqlashtirish markazida transport, rejalashtirish, xavfsizlik, logistika va muhandislik sohalarida tajribaga ega qariyb 200 nafar harbiy xizmatchi faoliyat yuritadi, deyiladi xabarda. Ma'lumotlarga ko'ra, amerikalik harbiylar bevosita G'azo sektoriga kirmaydi. Markaz xodimlari o't ochishni to'xtatish kelishuvi ijrosini nazorat qilishni hamda G'azoda fuqaroviy boshqaruv tizimiga o'tish jarayoniga yordam beradi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, ushbu harbiylar AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi tarkibidan hamda boshqa bo'linmalardan yuboriladi. Ular allaqachon mintaqaga yetib kelishni boshlab, markazni shakllantirish ustida ish olib bormoqda. Ta'kidlanishicha, missiya tarkibiga AQShning hamkor mamlakatlari harbiylari hamda xususiy tashkilotlar vakillari kiradi. Unda Misr, Qatar, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari harbiylari ham qatnashishi mumkin. Putinning yangi strategiyasi: Tolibon orqali terrorizmni to'xtatish yoki boshqarish. Afg'onistonda ko'plab terrorchi guruhlar ekstremizm g'oyalarini tarqatishga harakat qilmoqda. Ammo Tolibon muvaqqat hukumati terrorizm va narkotrafikka qarshi hamkorlikka tayyor. Bu haqda 9-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Putin Tojikistonning Dushanbe shahrida o'tkazilgan Rossiya Markaziy Osiyo 2-sammitida so'z ochdi. Putinga ko'ra, Rossiya Tolibon muvaqqat hukumatining terrorchilikka qarshi kurashish yo'lidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Uning qo'shimcha qilishicha, Tolibon boshqa mintaqa vakillari bilan bu yo'nalishda hamkorlik qilishga tayyor. Yaqin Sharqdagi mojaro haqida gapirar ekan, Putin G'azo sektoridagi fojiali holatni inqiroz deb atagan. U AQSh prezidenti Trampning tinchlik tashabbuslarini ijobiy baholab, Rossiya bu sa'y-harakatlarni amalda qo'llab-quvvatlayotganini urg'ulagan. Putinga ko'ra, Yaqin Sharq muammosini faqat siyosiy diplomatik yo'l bilan hal qilish mumkin. Uzoq muddatli barqarorlik uchun esa mustaqil Falastin davlati tuzilishi zarur. Shuningdek, u Eron yadroviy dastur masalasida ham faqat diplomatik yo'l bilan kelishuvga erishish mumkinligini aytib, Rossiya, Eron va Xalqaro atom energiyasi agentligi o'rtasidagi muloqotni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Putin o'z nutqini yakunlar ekan, sammitda qabul qilingan kommunike va harakatlar rejasi Rossiya bilan Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi do'stona, o'zaro foydali munosabatlarni yanada mustahkamlashga xizmat qilishiga ishonch bildirdi. Tramp dog'da qoldi. Tinchlik bo'yicha Nobel venesuelalik ayolga nasib etdi. Venesuelalik muxolifat yetakchisi Maria Corina Machado 2025-yilgi Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'ldi. Bu haqda Nobel qo'mitasi rasmiy saytida xabar berildi. Qo'mita Machadoni Venesuelada demokratiya, inson huquqlari va tinchlik uchun olib borgan qat'iy kurash uchun mukofot bilan taqdirlagani ma'lum qildi. Nobel qo'mitasining bayonotida aytilishicha, Machado mamlakatdagi siyosiy inqiroz va bosimlarga qaramay, demokratik qadriyatlarni himoya qilish va erkin saylovlar uchun kurashni davom ettirib kelmoqda. Uning jasorati va tinch yo'l bilan o'zgarishlarga erishish istagi nafaqat Venesuela xalqi, balki butun dunyo uchun ilhom manbai bo'ldi, deyiladi rasmiy bayonotda.
Mariya Korina bu yilgi mukofot uchun nomzod bo'lgan bir qator mashhur shaxslar, jumladan AQSh prezidenti Trampni ortda qoldirdi. Tramp tarafdorlari uni tinchlik bo'yicha nomzod sifatida ilgari surgan edi. Makedoniya so'nggi yillarda Venesuelada avtoritar tuzumga qarshi muxolifatning yetakchi figuralaridan biri sifatida tanilgan. U erkin saylovlar, so'z erkinligi va inson huquqlari uchun kurash olib borib, bir necha bor qamoq tahdidlari va siyosiy bosimlarga duch kelgan. Ekspertlarning fikricha, bu mukofot Venesuela muxolifatiga xalqaro sahnada yangi ruh va e'tibor olib keladi hamda mamlakatda siyosiy o'zgarishlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.